Agar siz yoki yaqinlaringiz 60 yoshdan oshgan bo'lsa, bugungi mavzu sizga bevosita tegishli. Ko'pchilikdan bir xil shikoyat eshityapman. Yoshim 60 dan oshdi. Shifokorlar endi to'liq davolashmayapti. Kasalxonaga yotqizishmadi. Operatsiya kerak, lekin yoshini bahona qilishdi. Go'yoki yuqoridan maxfiy buyruq bor emish. Men bugun shu gaplarning qaysi biri haqiqatga yaqin, qaysi biri noto'g'ri tushuncha, qaysi holatda shifokor haq, qaysi holatda bemorning huquqi buzilayotganini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki ertaga bu masala sizning otangiz, onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingizga tegishli bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni ko'proq odam ko'rishi kerak. Men avvalo eng muhim gapni aytaman. 60 yoshdan keyin odamni davolamaslik degan rasmiy, qonuniy va ochiq qoida bo'lishi mumkin emas. Yoshning o'zi davolashdan bosh tortish uchun asos bo'la olmaydi. 60 yosh, 70 yosh, hatto 5 yosh bo'lsa ham bemor tibbiy yordam olish huquqiga ega. Shifokor bemorning yoshiga qarab emas, ahvolga, tashxisiga, xavf darajasiga, davolashdan qutiladigan foyda va xavfga qarab baholash kerak. Lekin nima uchun odamlar davolashmayapti deb shikoyat qilmoqda? Sabablar bir nechta. Birinchisi, tibbiyotda resurslar cheklangan, shifoxonada joy kam, mutaxassis kam, navbat ko'p, apparatga tushish uchun vaqt kerak. Ikkinchisi, yosh katta bemorlarda bir vaqtning o'zida 4 ta kasallik bo'ladi. Yurak yetishmovchiligi, qandli diabet, qon bosimi, buyrak muammosi, o'pka kasalligi. Shifokor ba'zan operatsiya xavfli deydi. Bemor esa buni meni davolashmayapti deb tushunadi. Uchinchisi, ayrim joylarda shifokorlar yoki ma'muriyat tushuntirish ishini yomon olib boradi. Bemor va qarindoshga nima uchun yotqizilmadi? Nima uchun operatsiya kechiktirildi? Nima uchun dori almashtirildi? Bular aniq aytilmasa, tabiiy ravishda shubha paydo bo'ladi. Avval odamlar ko'proq shifokor aytdimi, demak shunday deb qabul qilardi. Hozir esa odamlar huquqini bilishni boshladi. Internetda ma'lumot ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlar tez tarqaladi. Bu yaxshi tomoni. Lekin yomon tomoni ham bor. Har bir murakkab tibbiy qarorni maxfiy buyruq deb talqin qilish ham noto'g'ri. Men bu masalaga ehtiyotkorlik bilan qarayman. Agar haqiqatan ham kimdir yoshni bahona qilib yordam bermayotgan bo'lsa, bu jiddiy muammo. Ammo har bir rad javobi ham noqonuniy degani emas. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Eng avvalo siz quyidagini bilishingiz kerak. 6 yoshdan oshgan bemorlar tibbiyotda keksa yoshdagi bemor sifatida ko'riladi. Lekin bu umidsiz bemor degani emas. Bu faqat shuni anglatadi. Shifokor dori tanlashda ehtiyot bo'ladi. Dozlarni moslaydi, operatsiya xavfini hisoblaydi. Narkoz ko'tara oladimi yoki yo'qmi tekshiradi. Yurak, buyrak, jigar faoliyatini baholaydi. Masalan, 35 yoshli odamga beriladigan ayrim dori 75 yoshli odamga o'sha dozada berilsa, qon bosimi tushib ketishi, buyrakka zarar qilishi yoki hushdan ketishga olib kelishi mumkin. Bir misol olaylik. 68 yoshli erkak kishi ko'krak og'rig'i bilan shifoxonaga keladi. Unda qon bosimi, mintaqqa shun mini qand, inek, yurakda eski infarkt izlari bor. Qarindoshlari tezda operatsiya qilinglar deydi. Shifokor esa avval EKG, qon tahlili, troponin, UZI, kardiolog ko'rigi, kerak bo'lsa angiografiya qiladi. Agar tomir tiqilgan bo'lsa, stent qo'yilishi mumkin. Lekin agar bemorda og'ir buyrak yetishmovchiligi bo'lsa, kontrast modda xavf tug'diradi. Shunda shifokor hozir darhol qilmaymiz. Avval holatini barqarorlashtiramiz deydi. Bu davolamaslik emas, xavfni kamaytirish. Yana bir misol. 72 yoshli ayolda tizza bo'g'imi juda og'riydi. U protez operatsiyasi qildirmoqchi. Shifokor tekshirsa, gemoglobin B5, qand nazoratda emas, yurakda aritmiya bor. Bunday holatda operatsiya qilinsa, jarrohlik stolida yoki undan keyin og'ir asorat bo'lishi mumkin. Shuning uchun shifokor avval qonni ko'taramiz, qonni tartibga solamiz, kardiolog ruxsatini olamiz deydi. Bemor esa yoshimni bahona qilib operatsiya qilishmadi deb xafa bo'ladi. Aslida bu yerda yosh emas, umumiy xavf masalasi turibdi. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizga shifokor hech qanday tekshiruvsiz, faqat yoshingiz o'tgan, endi nima qilasiz davolanib degan bo'lsa, bu xavotirli. Agar 60 dan oshganlarga joy yo'q, sizga kvota berilmaydi. Yosh bo'lganda davolardik. Uyga olib ketinglar, baribir foydasi yo'q degan gaplar aytilsa, siz albatta aniqlik talab qilishingiz kerak. Ayniqsa bemorda insult belgilari, yurak xuruji, nafas qisishi, kuchli og'riq, hushdan ketish, qon ketish
yuqori isitma, qonning keskin ko'tarilishi kabi shoshilinch holatlar bo'lsa, yoshdan qat'iy nazar yordam ko'rsatilishi shart. Kim unchalik xavotir olmasligi kerak. Agar shifokor sizni ko'rib, tahlillarni olib, xulosa yozib, hozir yotqizish uchun ko'rsatma yo'q, ambulator davolanasiz desa, bu har doim ham yomon emas. Masalan, 65 yoshli bemorda qon bosimi bing etimni to'qinim bo'lib, hayot uchun xavfli alomatlar bo'lmasa, u shifoxonaga yotqizilmasdan poliklinikada nazorat qilinishi mumkin. Yoki 70 yoshli odamda yengil shamollash bo'lsa, antibiotik shart emas, kasalxonaga yotish ham shart emas. Shifoxona faqat yosh katta bo'lgani uchun emas. Tibbiy ko'rsatma bo'lsa kerak. Odamlar ko'p chalkashtiradigan yana bir masala bor. Davolash va istalgan davolash bir xil narsa emas. Bemor menga tomchi dori qo'ying, menga kuchli ukol qiling, meni statsionarga yotqizing deb talab qilishi mumkin. Lekin shifokor kerak bo'lmagan tomchi dorini qo'ymasligi, keraksiz antibiotik yozmasligi, foydadan ko'ra zarar ko'p bo'lgan operatsiyani tavsiya qilmasligi mumkin. Bu davolashdan bosh tortish emas, tibbiy standartga amal qilishdir. Biroq boshqa tomondan shifokor menga joy yo'q, boshqa kuni keling, kompyuter ishlamayapti, navbat katta deb og'ir bemorni qaytarib yuborsa, bu oddiy noqulaylik emas, xavfli holat bo'lishi mumkin. Masalan, 13 yoshli ayolda yuz qiyshayishi, qo'l oyoq uvishishi, gapira olmaslik paydo bo'ldi. Bu insult belgisi. Bunday paytda ertaga nevropatologga keling deyish mumkin emas. Har bir soat, hatto har bir daqiqa ahamiyatli. Shuning uchun qarindoshlar bu belgilarni bilishi kerak. Endi eng nozik masalaga o'tamiz. Maxfiy buyruq degan gaplar qayerdan chiqadi? Ko'pincha odamlar rasmiy hujjatni ko'rmagan bo'ladi, lekin biror shifokor yoki hamshira yuqoridan shunday deyishgan deb aytadi. Bu juda xavfli ibora. Chunki yuqoridan degan gap aniq emas. Qaysi tashkilot, qaysi buyruq raqami nechi, sanasi qachon, matni qayerda? Agar bunday gap aytilsa, siz tinch ohangda so'rashingiz kerak. Iltimos, shu asosni yozma shaklida ko'rsating. Qaysi me'yoriy hujjatga asosan rad etilyapti? Ko'pincha shundan keyin gap o'zgaradi. Chunki og'zaki bahona bilan yozma javobning mas'uliyati boshqa. Tibbiyotda triaja degan tushuncha bor. Bu bemorlarni holat og'irligiga qarab saralash degani. Masalan, tez yordam bo'limiga bir vaqtda 20 ta bemor kelsa, birinchi bo'lib yuragi to'xtash xavfi bor bemorga. Kuchli qon ketayotgan bemorga insult yoki infarkt gumoni bor bemorga yordam beriladi. Bu yoshga qarab emas, xavfga qarab qilinadi. Ammo amalda ba'zan noto'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. Yosh katta, prognozi yomon. Shuning uchun keyinga qoldiraylik. Mana shu joyda adolatsizlik bo'lishi mumkin. Prognoz bog'lanishi mumkin, lekin u dalilga asoslanishi kerak. Tahlil, tekshiruv, konsilium, umumiy holat, faqat pasportdagi yoshga qarab emas. Yana bir tuzoq, baribir tuzalmaydi degan gap. Men buni juda og'ir va ehtiyotsiz gap deb hisoblayman. Ba'zi kasalliklarda haqiqatan ham to'liq tuzalish imkoni bo'lmasligi mumkin. Masalan, saratonning oxirgi bosqichi og'ir demensiya, terminal yurak yetishmovchiligi. Lekin bu bemorni davolamaslik degani emas. Bunday holatda ham og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, yotoq yarasining oldini olish, ovqatlanishni tartibga solish. Psixologik yordam, palliativ yordam bor. Inson oxirgi bosqichda ham e'tiborga, og'riqsiz yashashga, hurmatga loyiq. Ko'pchilik bilmaydigan yana bir nozik masala. Ayrim muolajalar yoshga emas, ko'rsatmaga bog'liq. Masalan, MRT hamma bel og'rig'ida shart emas. Kompyuter tomografiya har bir bosh og'rig'ida shart emas. Koronarografiya har bir yurak sanchishida shart emas. Lekin xavfli belgilar bo'lsa, albatta ko'rib chiqiladi. Shuning uchun siz shifokordan nega qilinmayapti deb janjal ohangida emas. Qaysi belgilar bo'lsa bu tekshiruv kerak bo'ladi. Menda hozir ko'rsatma yo'qmi? Buni xulosaga yozib bera olasizmi deb so'rang. Savol to'g'ri berilsa, javob ham aniqroq bo'ladi. Yana bir muammo, qarindoshlar ba'zan bemorning real holatini qabul qilmaydi. Masalan, Down 6 yoshli bemorda og'ir insult, hushsiz holat, o'pka yallig'lanishi, buyrak ishlamayapti. Qarindoshlar hamma narsani qilinglar deydi. Shifokor esa sun'iy nafas apparati, reanimatsiya, invaziv muolajalar foydadan ko'ra qiynoq keltirishi mumkinligini tushuntiradi. Bu juda og'riqli mavzu. Bu yerda davolamaymiz deyish noto'g'ri. Biz bemorning manfaatiga mos zarar keltirmaydigan yordamni tanlaymiz deyish to'g'ri. Bemorning qadri qimmati, og'riqsizligi, hurmati birinchi o'rinda turishi kerak. Ammo men yana takrorlayman. Bunday murakkab qarorlar bitta odamning kayfiyati bilan qabul qilinmasligi kerak.
iloji bo'lsa konsilium bo'lishi kerak. Kardiolog, nevrolog, reanimatolog, jarroh yoki boshqa mutaxassislar birgalikda ko'rib xulosa berishi kerak. Qarindoshlarga tushunarli tilda izoh berilishi kerak. Olib ketinglar degan sovuq gap hech qachon yetarli tushuntirish emas. Endi eng kerakli qism, agar siz yoki yaqiningizga 6 oydan oshgansiz davolash qiyin. Joy yo'q. Yotqizmaymiz, operatsiya qilmaymiz deyishsa, nima qilish kerak? Birinchi qadam, hissiyotga berilmasdan yozma asos so'rang. Og'zaki tortishuv ko'pincha natija bermaydi. Siz shunday deyishingiz mumkin. Iltimos, bemorni yotqizmaslik yoki muolaja qilmaslik sababi tibbiy xulosada yozib berilsin. Qaysi tashxis, qaysi tekshiruv natijasi, qaysi qarorga asosan? Bu juda muhim. Chunki yozma hujjatda yoshi katta bo'lgani uchun deb yozishsa, bu darhol savol tug'diradi. Agar tibbiy sabab bo'lsa, u ham aniq ko'rinadi. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, ambulator karta, shifoxona ko'chirmalari, tahlillar, UZI, EKG, rentgen, KT yoki MRT natijalari, dori ro'yxati, allergiya haqida ma'lumot, oldingi operatsiyalar, nogironlik hujjatlari, pensiya yoki imtiyoz hujjatlari bo'lsa, hammasi bir papkaga soling. Yoshi katta bemorda hujjatlar tarqoq bo'lsa, shifokor ham to'liq manzarani ko'ra olmaydi. Masalan, bemor bir dori ichayotganini unutadi, boshqa shifokor yana shunga o'xshash dori yozadi, natijada bosim tushib ketadi yoki qon suyulib qon ketishi boshlanadi. Uchinchi qadam, shifokorga aniq savollar bering. Doktor, tashxis nima? Hozir xavf darajasi qanday? Uyda davolansa bo'ladimi yoki statsionar shartmi? Qaysi belgi paydo bo'lsa tez yordam chaqiramiz? Qaysi dorini qachon ichadi? Dorini qancha muddat ichadi? Qaysi tahlilni qachon qayta topshiradi? Operatsiya nega hozir tavsiya qilinmayapti? Keyinroq qilish mumkinmi? Ikkinchi fikr olishimiz mumkinmi? Mana shunday savollar sizni kuchliroq qiladi. To'rtinchi qadam, ikkinchi mutaxassis fikrini oling. Bu shifokorga ishonmaslik degani emas. Murakkab holatda ikkinchi fikr normal amaliyot. Ayniqsa operatsiya, onkologiya, yurak tomir muolajalari, insultdan keyingi reabilitatsiya, buyrak dializi, palliativ yordam masalalarida ikkinchi fikr juda foydali bo'ladi. Siz bir shifokorning bo'lmaydi degan javobini ikkinchi joyda bo'ladi, lekin avval tayyorgarlik kerak degan javobga almashtirishingiz mumkin. Beshinchi qadam, shikoyat qilish tartibini biling. Avval bo'lim mudiri yoki davolovchi shifokor bilan xotirjam gaplashing. Natija bo'lmasa, bosh shifokor nomiga yozma ariza bering. Arizada bemorning FIH tug'ilgan yili, murojaat sanasi, kasallik belgilari, kim nima degani, siz nimani so'rayotganingiz aniq yozilsin. Masalan, bemorning holatini qayta ko'rib chiqish, yotqizish uchun ko'rsatma bor yo'qligini yozma tushuntirish. Zarur bo'lsa konsilium tashkil qilishni so'rayman. Arizadan nusxa oling, qabul qilingan sanasi va ro'yxat raqamini yozdiring. 6-qadam, shoshilinch belgilarni yodda tuting. Ko'krakda bosuvchi og'riq, nafas qisishi, hushdan ketish, qo'l oyoqning bir tomoni ishlamay qolishi, yuz qiyshayishi, nutq buzilishi, kuchli bosh og'rig'i, qon ketishi, qora najas, qonning juda ko'tarilishi yoki tushib ketishi, tana haroratining uzoq yuqori bo'lishi, siydik chiqmay qolishi, kuchli qorin og'rig'i bo'lsa kutib o'tirmang, tez yordam chaqiring. Yoshi katta, o'zi shunaqa bo'ladi deyish eng katta xatolardan biri. Keksalik kasallik belgilarini e'tiborsiz qoldirish uchun sabab emas. 7-qadam, dori-darmonlarni tartibga soling. 6 yoshdan oshgan odamlar ko'pincha behi-o'n xil dori ichadi. Bir dori bosimga, biri qandga, bir yurakka, bir qon suyultirishga, bir oshqozonga. Har bir dorining nomi, dozasi, qachon ichilishi yozilgan ro'yxat bo'lsin. Shifokorga borganda, mana hozir shularni ichyapti deb ko'rsating. Ko'p asoratlar davolamaslikdan emas, noto'g'ri yoki takroriy dori ichishdan kelib chiqadi. 8-qadam. Bemorning o'z ovozini ham eshiting. Ba'zan qarindoshlar bemor nomidan hamma narsani hal qiladi. Lekin bemor xushda bo'lsa, fikrini ayta olsa, uning roziligi, istagi, qo'rquvi, savollari inobatga olinishi kerak. Yetim yoshli odam ham o'z hayoti haqida qaror qilish huquqiga ega. Shifokor bilan gaplashganda bemorni chetga surib qo'ymang. 9-qadam, profilaktikani kechiktirmang. 6 yoshdan keyin faqat kasal bo'lganda emas. Oldindan nazorat zarur. Qon bosimini muntazam o'lchash, qonni tekshirish, xolesterin, buyrak ko'rsatkichlari, EKG ko'z ko'rigi, oyoq tomirlari, stomatolog emlashlar, saraton skriningi kabi masalalar bor. Ko'plab og'ir holatlar vaqtida nazorat qilinsa, kasalxonaga tushishning oldi olinadi.
Masalan, qand nazorat qilinsa, oyoqda yara va amputatsiya xavfi kamayadi. Bosim nazorat qilinsa, insult xavfi kamayadi. Qon suyultiruvchi dorilar to'g'ri ichilsa, tromb xavfi kamayadi. Lekin nazoratsiz ichilsa, qon ketishi mumkin. 10-qadam, maxfiy buyruq eshitsangiz, vahima emas, dalil so'rang. Men har doim tomoshabinlarga shuni maslahat beraman. Og'zaki mish bilan emas, hujjat bilan ishlang. Kim aytdi? Qachon aytdi? Qaysi hujjat? Yozma javob bering degan savollar vaziyatni oydinlashtiradi. Agar haqiqatdan ham huquq buzilsa, yozma dalil bilan murojaat qilish ancha kuchli bo'ladi. Demak, otam yoshdan keyin davolashmaydi degan gap umumiy qoida sifatida noto'g'ri. Bemorning yoshi katta bo'lishi davolashni to'xtatish uchun sabab emas. Lekin yoshi katta bemorda xavf ko'proq bo'lgani uchun shifokorlar ehtiyotkorroq qaror qiladi. Muhim farq mana shunda, ehtiyotkorlik boshqa. Yoshni bahona qilib yordam bermaslik boshqa. Sizning vazifangiz janjal qilish emas, aniq savol berish, yozma xulosa so'rash, hujjatlarni yig'ish, ikkinchi fikr olish va shoshilinch belgilarni o'tkazib yubormaslik. Agar bemorga haqiqatan ham yordam kerak bo'lsa, yoshi o'tgan degan gap bilan cheklanib qolmang. Har bir inson 60 yoshda ham, 80 yoshda ham hurmatli va sifatli tibbiy yordam olishga loyiq. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelganmisiz? Yoshingiz katta deb davolashdan bosh tortishganmi yoki aksincha shifokorlar to'g'ri tushuntirib yordam berishganmi? Tajribangiz boshqalarga foyda bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni 60 yoshdan oshgan yaqinlari bor odamlarga yuboring. Bu ma'lumot kimningdir sog'lig'i va huquqini himoya qilib qolishi mumkin.